Men Hakimova Mehrangiz. Toshkent davlat jahon tillar universitetiga 173 ball bilan qabul qilindim. Men iyun-iyul oylari davomida matematikani Bahodirjon nomidan o'rgandim va 90% natija ko'rsatdim. Shu 2 oy davomida domla bizga bor bilimlarni berishga harakat qilishdi. Majburiy fanligi uchun vaqtimiz juda ham kam qolgandi. Domla bizga har kunlik darslarni ta'minlab berishdi va natijada o'zimiz xohlagan o'qishlarga qabul qilindik. Abituriyentlik davrida ko'pchilik qiyinchiliklar sezadi, lekin o'qishni vaqtliroq boshlagan hisobiga menda juda ham ko'p qiyinchiliklar kuzatilmadi. Hozirgi abituriyentlarga tavsiyam o'qishni vaqtliroq boshlashlari va o'zlarining ustida ko'proq shug'ullanishlari va oxirida o'zlari niyat qilgan maqsadlariga erishadi. Bunday natijaga erishishimga domlaning juda ham ko'p mehnatlari singan va men bunga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Domla yangi ish boshlashibdi, bu ishlarda rivoj tilayman. Xuddi shunday natijalarda bardavom bo'lishni tilab qolaman. Kelajakdagi asosiy maqsadim o'zimning sohamda rivojlanish, domla kabi o'zimning markazimni ochib, shaxsiy rivojlanish va kelajakda ko'p o'quvchilarga ta'lim berish.